Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga qo'ram bitdi ko'rsataman. Ichida qo'ylari bilan tayyor turinglar. Xo'p, bu molxona edi. 8 ta molga mo'ljallangan, novvosga mo'ljallangan molxona edi, tayi beton. Bular tayiga taxta, sasna taxta olib kelib qo'ra qildik. 20 taga mosladik. 6 ga 2. Xudo xolasa 20 ta qo'y sig'adi deb umid qilyapmiz. Hozirlarga qo'ylarimni ko'rsataman. Tayyor turinglar, like bosgani. Xo'p, mana bir boshdan olamiz. Buni yaqinda oldik. Hammasi hisori, tim qora. Bitta shitdami kul rangi bor. Jonivorlar yeyishiga gap yo'q. Mana shu yerda balon o'ynab yurishibdi. Hozir orqalaridan ham ko'rsataman. Bu yerda yozda olgan qo'ylarimiz bordi. Qo'zichoqlikdan olganmiz. Jonivorlar yeyishlariga gap yo'q. Xudo xolasa kilolari ham ancha zo'r bo'lib qoldi. Yeb ichishlariga gap so'z yo'q. Xudo xolasa seleksiya boshladik. Inshaalloh obuna bo'lib qo'yinglar. Eng yaxshi ma'lumotlar, eng yaxshi maslahatlar, eng yaxshi tajribalarni bo'lishib boramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Jonlaring sog' bo'lsin.